Aslida islom dinida ham ayollarning boshining o'ziga ro'mol o'rashi yo'q. Bundan bir necha kun avval musulmon opa-singillarimizga xushxabar tarzida hijobga aloqali bir video joylagan edik. Allohning fazli bilan mana shu videoni ko'rishlar soni oshib ketdi va musulmon opa-singillarimiz izohlar yozishdi, qalblari quvonchga to'ldi-da. Alloh azza va jalla bu qalblardagi quvonchlarni bardavom qilsin. Endi siz aziz opa-singillarimiz shu qadar e'tibor bergan ekansiz, keling. Alloh va Rasul bu hijob haqida nima degan? Uni qanday o'ralishi kerak? Bu haqida birozgina mulohaza qilsak. Biz oddiy xalq tili bilan aytganda, ayollarga boshingga ro'mol o'ra deya shunday bir hijob, ro'mol o'rash modasini barpo qildikki, qo'pol qilib aytganda ko'pchilik ayollarning boshida ro'moli borligidan ketining xabari yo'q. Aslida islom dinida ham ayollarning boshining o'ziga ro'mol o'rashi yo'q. Chunki johiliyat davrida ham ayollar boshlariga ro'mol o'rashar edi. Islom kelib nimaga chaqirdi? Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qilib aytadiki, yudnina alayhinna min jalabibihin. Ro'mollarini ko'kraklarining, bo'ynlarining ustidan tashlasinlar yoki yopsinlar. Ulamolar tashlasinlar, yopsinlar so'zini to'la to'kis yopilishlik yoki to'la to'kis tashlashlik deya tafsir qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida esa al-mar'atu awra, ayol kishi avratdir deyiladi. Demak, ayol kishi hamma yerini yopishligi kerak. Yana bir hadisda hijob o'raganlarni tanqid qilib aytiladiki, shunda ayollar borki, ular hijoblarini tuyaning egilgan o'rkachiga o'xshatib o'raydilar. Ular jannatning hidini hidlamaydilar deyiladi. Endi hijobning shartlariga kelsak, u yupqa bo'lmasligi, keng bo'lishi, erkaklarning kiyimiga o'xshamasligi, ayollarning ziynatini ko'rsatmasligi, ko'zga tashlanmaydigan rangda bo'lishi va shu jumladan ayollar xushbo'ylanmagan, ya'ni atir ham sepmagan bo'lishlari kerak. Alloh azza va jalla bizning opa-singillarimizga mana shunday Qur'on va sunnatda ko'rsatilgandek hijob o'rashlikka tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.